Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Talabalar uchun xushxabar. To'lov kontrakt xarajatlarini qoplashda yordam beriladi. Endilikda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan a'zolari to'lov kontrakt summasining bir qismi yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan qoplanishiga ariza topshirishlari mumkin. Xo'sh, kimlar ariza topshirishlari mumkin? Mazkur yordamdan faqat kunduzgi ta'limda to'lov kontrakt asosida o'qiydigan talabalar foydalanishlari mumkin. Aynan professional ta'lim tashkilotlari o'quvchilari, davlat va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari talabalari, shuningdek O'zbekiston hududidagi xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va ularning filiallariga bakalavriat yoki magistratura bosqichida o'qiyotgan talabalar, demak aynan bu imkoniyatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Yordam miqdori to'lov kontrakt summasining 50% gacha belgilangan. Ya'ni kim o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmagan miqdorda qoplab berilishi mumkin. Xo'sh, arizani ko'rib chiqish muddatlari 8 ish kunini tashkil etadi. Mazkur yordamdan kimlar foydalana olmasligini videoning oxirida aytib o'taman. Kontentni oxirigacha kuzating va xato qilmaslik uchun bu sizga qulaylik yaratib beradigan yo'nalish. Aynan kelgusida zarur holda bundan foydalansangiz yoki aynan ijtimoiy reyestrga turgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ysangiz, ularga demak bu ko'mak bo'lardi. Xo'sh, jarayon qanday amalga oshiriladi? Talabgor demak Maygov orqali ariza topshiradi. Ariza demak undan keyingi jarayon mahalla yettiligi tomonidan ko'rib chiqiladi. Ijobiy qaror qabul qilingandan keyin mablag' ijtimoiy shartnoma shartlarini dastlabki oyda bajarish darajasiga qarab ta'lim tashkilotining bank o'sha hisob varaqlariga o'tkaziladi. Mazkur imkoniyat yoshlarning ta'lim olishiga ko'maklashish, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda ta'lim xarajatlari bo'yicha moliyaviy yukni kamaytirishga xizmat qiladi. Jarayonni Maygov.uz ilovasi orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Sababi Maygov.uzda tegishli yangilanishlar qilinmaganligi balkim sababdir. Maygov.uz ilovasi orqali bu xizmatni topib bo'lmaydi. Odatda tezkor topish uchun har bir xizmat raqamlashgan doirada, demak aynan shu biz hozir to'lov kontrakt summalarida yordam ko'rsatilish yo'nalishidagi xizmatni raqamini terganimizda bu bo'yicha ma'lumot Maygov.uz ilovasidan topilmayapti. Xo'sh, nima qilamiz? Endigi navbat har birimiz telefonimizda mavjud Google Chrome orqali demak qidiruvga berib, buni demak topish imkoniyatimiz mumkin bo'ladi. Dastlab Maygov.uz, my.gov.uz yuqorida terganim kabi terib saytga o'tishingiz kerak. Maygov.uz ilovasida foydalangan login parolingizni bu yerda kiritishingiz zarur bo'ladi. Kirish qilamiz, jarayonni kirish qilib davom etamiz. One ID orqali kirish, endi kimdadir mobile ID bo'lishi mumkindir, mobile ID orqali kirsa ham bo'ladi. Login parolni bizda teramiz. Xo'sh, kirib bo'lganimizdan so'ng jarayonni qidiruv uchun matn kiritish orqali amalga oshiramiz. Dastlab yuqorida ko'rsatgan raqamimizni teramiz. Va bizda kasbiy va oliy ta'lim to'lovini to'lash degan xizmat chiqadi. Shu xizmat orqali o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, demak xizmat 8 ish kuni mobaynida ko'rib chiqiladi va bepul amalga oshiriladi. Jarayonni xizmatdan foydalanish qilib davom etamiz. Bu yerda birinchi qadamda bizga keyingi tugmasini bosish orqali ommaviy oferta talablarini qabul qilish va uni qabul qilib keyingi tugmasini bosamiz. Xo'sh, ikkinchi qadamda bizni ma'lumotlarimizni avtomatik tizim tortgan. Bu yerda doimiy yashash viloyatingiz, shuningdek tumaningiz va joylashgan mahalla tumanni tanlaganingizdan so'ng demak avtomatik tarzda tizim o'zi sizga tegishli region bo'yicha mahalla, tumanni ajratib beraveradi. Jarayonni birlamchi ko'zdan kechiramiz, to'g'rirog'i keyingi tugmasini bosamiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, yuqorida aytib o'tdik, ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida aynan buzish yeri aniqlanmadi, ya'ni ki men aynan ijtimoiy himoya ijtimoiy reyestrda bo'lmaganligim sababli murojaatni yuborish imkoniyati bo'lmadi. Demak, agar ijtimoiy reyestrda bo'lsangiz, bu yerda avtomatik tarzda keyingi bosqichga o'tadi. Keyingi bosqichda esa demak aynan jarayonlarni so'ralgan tegishli ko'rsatkichlar o'rni to'ldiriladi va yuborish tugmasi bosiladi.
Shundan so'ng demak yuqorida aytib o'tilgandek sizni holatingiz ko'zdan kechirilib, demak tahlillar asosida o'sha mahalla yettiligi tegishli tartibda tavsiya bersa, sizni to'lov kontrakt summalingizda yordam ko'rsak, va'da qilganimdek aytib o'taman, demak bu mazkur yordam kimlarga tatbiq etilmaydi? Ikkinchi va undan keyingi mutaxassislikka tahsil olayotgan talabalarga, sirtqi, kechki yoki masofaviy ta'lim shaklida o'qiyotganlarga, qo'shma ta'lim dasturlari bo'yicha o'qiyotganlar, shuningdek tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, ya'ni super kontrakt asosida o'qiyotganlarga tatbiq qilinmaydi. Demak, aynan shu toifadagi talabalar bu murojaatni yubora olmaydi. Bugungi kontentimiz aynan shu mazmunda edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Videoni tanishlaringizga, ijtimoiy reyestrda turgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. To'lov kontrakt asosida o'qiyotgan bo'lsa, aynan ularga ayni muddao bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.